Gipertoniya kasalligi. Bu etiologiyasi noma'lum bo'lgan qon bosimining 140 ga 90 dan yuqoriga oshish holati hisoblanadi. Etiologiyasi noma'lum bo'lsa-da, ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi bir necha xavf omillari mavjud deb qaraladi. Bularga bemorning yoshi, ya'ni erkaklarda yoshning 55 dan, ayollarda esa 65 dan yuqori bo'lishligi, boshqa yurak kasalliklari bilan kasallangan bo'lishligi, bemorning ota-onasida qandli diabetning uchrashligi holatlari, dislipidemiya, ya'ni yog' almashinuvining buzilishi va uning ish faoliyati, turmush tarzi, ovqatlanishi va hokazolar ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar, ya'ni xavf omillar deb qaraladi. Va ular ichida eng ahamiyatlisi bemorning ota-onasida xuddi ushbu kasallik, ya'ni gipertoniya kasalligi bilan og'riganlik hisoblanadi. Ya'ni agar bemorning ota yoki onasining biri gipertoniya kasalligi bilan og'rigan bo'lsa, ushbu farzandda gipertoniya kasalligi bilan uchrash ehtimolligi 25% ni, agar har ikkalasi ham ushbu kasallik bilan og'rigan bo'lsa, kasallanish, ya'ni farzandning kasallanish foizi 50% ni tashkil etadi.